Cho'ta yomon tush ko'rdim. Obunachilar cho'ta stulimni sindirib yubordim bak. Qanaqa xo'p, xullas ko'chaga chiqaylikchi. Salomlashib olaylik. Salom boy aka, qalaysiz? Yaxshimi? Vaqt ko'rdingmi? 10:31 bo'libdi. Men turganimda. Shu kechgacha uxlab boribmiz. Kech turdik biz. Xullas, obunachilar bilan salomlashamiz. Salomlashib. Yo va hammaga salom obunachilar. Bugun men Janozbek Pro. Bugungi videoda esa bu boyda hayoti bo'ladi. O'shaning uchun mazza qilib ko'ringlar, like va obuna bo'lib qo'ying. Video boshlanishidan oldin xullas ketdi. Hop. Sizni kompyuteringizdan tekshirib ko'rgim keluvdi. Internet yaxshi ishlayaptimikan? Bilasizmi, menda kompyuter yo'q. Uyimda ham yangilashtirish kerak. Qani, yo'q bilin, tezda ishlayapti. Ha, nimagadir juda tez ishlashni boshladi. Minecraft bor ekan, yana ko'p zo'r o'ynay qatmasdan. Cho'ta. Bedi barsamni o'raman bitdi. Yo'q bilin, qani? Yo'. Qari. Nima bu? Nima? Bilin. Nima? Tepaga qarang. Yo, voy, bilin nima bu? Men bu aka qaramaydi esa o'rab turadigan narsalar yo'q. Bor ekan, ammo men ularda yo'q ekan. Menimcha shu mer pullarini ortib qo'ygandirda, nima pullarni qoldirib keldi, yarim pullarni. Keling yordamla sho'rang. Bittasini sindirib. Mana tushdi pastga. Bo'ldi, rahmat. Baqa chiqib ko'raylikchi. Sekin chiqaman boy aka. Endi farqi yo'q. Uy, bilin. Yo, antennalarni qara. Bu Wi-Fi naqa shikli. Wi-Fi naqa bo'lsa kerak. Yo, mana katta ekan. Endi tushundim nimaga internetim juda zo'r ishlashini. Bilin. Oma ko'rinishlar juda ajoyib ekan. Endi antenna shunaqa bo'ladi-da. Mayli pastga tushaylik. Ana binodan ham kattaroq ekan. Bitta hamma narsa ko'rinyapti. Rostdan hamma narsa yo'q. Mayli pastga tushaylik. Nimaga o'zi mana stupenkani qo'yib qo'yishibdi? Lesnitsa, menimcha shu buzilib bo'lsa tepaga chiqib narsa olish. Surishtirib ko'rishimiz kerak bu mer bilan. Nimaga qo'ydi? Aytgancha yana qachon qurdi? Anetta chanqadim biroz. Bitta qana. Boy aka kelib turing-da. Qurol magazin. Qurol magazini yangi ochildi ekan. Yangi magazin ochildi. Yo, muncha qimmat. Salom bajon. Nima kerak edi sizlarga? Yo, bilin qarang, mana qilichlarga, kiyimlarga. Assalomu alaykum. Jetel yaxshimisiz? Men bitta. Yaxshi. Nimadir olmoqchi edim, endi nimadir bormi bu yerda? Mana masalan bitta komplekt esa kiyimlar mana $500 turadi. Bu esa ikkisidan olmos turadi. Sizga skidka qilib bera olaman birisidan. Xo'p. Katta skidka bu. Xo'p. Bittasiga shunaqa skidka qilib berdim. Men hozir so'ramoqchi edim. Qachon bu magazinni ochdilaring o'zi? Shu bir hafta bo'ldi. Men hapshi ko'rmabman shu magazinni ochganlaring. Biz esa bitta yaxshi narsalar, brakovit narsalar biz bitta sotmaymiz. Hammasi yaxshi. Bo'lsa men hozir olaman, pulni olib chiqay, biroz olay. Mana olmozli qilich necha pul turadi? Olmozli qilich esa u esa shu $420 turadi. Bu tam bir. Bu esa shu 32 ta olmos. 64 ta turadi, 32 ta qopurda bir stak turadi. Zo'r ekan, mayli hozir pul olib chiqay. Do'stim, senga ham kerakmi? Nimadir olsang, xohlasang senga to'lab beraman. Yo'q, menga shunisi kerak emas. Temirli, xohlasang oltinli kiyim. Yo'q, menga kerak emas. Masalan, hozir pul olib chiqay, menga juda ham kerak demashqa. Xo'p, bo'pti, hali ko'rishamiz. Pul olib chiqaysiz. Bo'pti. Bitta ham bo'lmasa ochiq ekan. Almazlarda qani arendachim nechta pul topdi-kan?
Salom arindachi. Ha, salom. Men esa shu betda o'tiraverib, betga chiqay dedim. Nimaga esa men narsalar ustida tursam past tusha xo'p bo'pti. Xullas nechi men topding? Ha, qarab ko'ring. Yuu, 5 stak olmos. Senga 1 stakni qoldirib ketyapman a. Nima uchun? Shu kerak bo'lib qolsa-da. Ayttamidi magazin va esimdan chiqib bo'ldi qayerdaligim. Ko'rsatib bering. Qayerda edi magazin? Bo'pti. Ha, bo'pti. Mana Merdionda-yu. Mana. Assalomu alaykum, yana bir marta men kirdim, mana olib chiqqani pullarni. Hozir men olib olaman mana shularni. Ha, olori sandiqda bor edi. Aytdan olaman. Xo'p, bo'pti hali. Buni qo'yish, qanday qo'yib qo'yadi? Bo'ldi, qo'ydim. Sandiqga qarang, bor edi. Xo'p. Xo'p. Qo'yib qo'yardim. Ha, hozir men qo'yib qo'yaman. Mana sizga biroz bonus bermoqchiman. 34 ta almas berdim. Ani shlemda olmabsiz bu ekan. Yo'q, menda bitta shlem bor ekan. Rostdan xo'p bo'pti. Mayli, rahmat sizga kattakon, men hozir. Bo'pti. Bo'pti. Shuna solmaysizmi? Yo'q, men shuna solmayman. Mayli, xayr, masala. Bo'pti, hali ko'rishamiz. Xo'p. Endi ani merdan so'raylik-chi, nimaga ani internet qil. Rostdan. Salom mer. Salom. Anu nima edi? Ayta internet. Rostdan. Nima o'zi? Sizlar aytyapsizlar, shu aloqa yo'q, internet ishlamayapti, yomon. Mana ishonch uchun esa qo'ydirdingda, muqirlamasliklari uchun. Endi men muqirlamayman prosta. Rahmat internetim zo'rroq ishlashni boshladi. U esa yaxshi ishlaydi. Mayli nasi? Bo'pti. Hali ko'rishamiz. Bo'pti. Chiq javnon yopaman eshikda. Bo'ldi. Kiyimlarimni bitta kiyib ko'raychi. Qani arendachiga ham to'lab qo'yishim kerak men pullar. Salom arendachi. Salom. Nimaga kelding? Pulni to'laganmi? Bo'ldi, esladim. Mike stakdi. Mana bo'ldi. Bo'pti bo'lmasa. Bu arendachi deyman. Assalomu alaykum, zo'rman. Sizda unaqa oyoq kiyimingizni 2 marta olib mana qo'yib qo'ydim sandig'ingizga. Xo'p, bo'pti, sizlar bo'lmaydi. Bo'pti. Qani aytgancha огородimga ham qaramani. Огородchi, mana ham огородim o'sgandir. Ko'raylik. Shun har doim birinchidan boshlardim, betimda ham yumabman. Mana yumabman. Lekin men suvchib oldim, yaxshi. O'sib ketgan огородimda. O'sib ketibdi. Men chopib olaman tez. Birinchi o'g'li. Bas. Basseynimda cho'milib olaylik. Ertaga cho'milaman. Bugun endi kech bo'ldi, sal sovuq tushyapti-da endi. Ana hammasini olamiz. Menga ham tushib ketibdi. Yarimtalari. Yaxshi. Mana qolib qoldi. Ekamiz. Oho, bitta shuncha semichka chiqar ekan. Seminalar ko'p chiqadi-da endi. Ammo bitta esa kamroq bo'ladi, ammo nimagadir ko'p chiqadi. Mayli, men ularni tashlab chiqay, keyin uxlayman. Menda hali 20 ta semichka qoldi. Qo'shib bezunch. Ko'p qolar ekan. Ochilmayapti. Ana o'sha birinchi do'konda ham bekitishdi. Endi bekitishmadi, emas ketishib yuborishibdi. Kech payt tushdi-yu. Ana ularda sopay, Amazonda ish qilib bir yo'la ular bilan. Hali ertaga shu surib turamiz. Mana ularni ham Ketdik, boy ekan. Ketdik. Uxlab olaylik, ertaga davom ettiramiz ishlarimizni. Mayli.
Xayrli tun sizga. Ha, bo'pti, sizga ham xayrli tun. Bo'pti. Obunachilar qiynalib ketdim. Osnam bugun qiyin kun bo'ldi. Mazza qilib hozir uxlab qolamiz. Va nihoyat Qanaqa kun bo'ldi? Mash almazlarni ham soping. Короче, nima qilmoqchi edim? Mana turdim ekan do'stim. Aytgancha boyaka ana bitta narsa ichyapti-da. Qanaqa sirli joy bormikan? Qayerda bo'ladi sirli joy? Qani, manitraqlarga boraylik-chi. Mana shu yerda qurilmaganmi? Qani? Kim aytdi? Bu yerda yo'q. Boyaka keling. Buni kimnidir eshik och. Yo. Kel. Yo, nima bu? Boyaka Manda kirka bor edi, qarabdi. Ha, Manda kirka ketdi-chi. bor edi. Hozir shuni sindirib ko'raylik-chi, zo'r narsa lekin. Rostdan ham bor ekan, obunachilar nimaligini bilmayman. Yo'q, men birinchi marta eshityapman bu sirli joyni. Mana shu yerdan hozir tayyorni to'nalimdan avolaman. Mana sizga ham berib yuboraman. Voy, bile uzr. Voy, uzr chiqsangiz bo'ladi. Bilmasam. Uzr. Idar oling bir marta. Bo'ldi, rahmat. Oching. Hozir men sizga beraman, mana. Tapyor beraman va kirka beraman. Va o'zimga ham bu. Yopib qo'ya, to'xta. Men endi yopib qo'y. Bo'ldi. Ha, ketdi. Ketdik. Endi nima bizdan nimani bekitishyapti endi? Bizdan nima bekdi? Kim qurdi ana? Bilmaysizmi? Yo'q, men ham birinchi marta eshityapman. Qanday bilaman? Qayerda? Mana. Mana shu daraxtcha. Chopyapman. Va keling, billa. Ketdik. 1, 2, 3. Bu maliti ham sindirishga tegdi bu degan umiddaman. Richak yo'q edimi sizda? Qilichni oling. Yoki tapordami qilichni oling. Tapor ham bo'ladi-yu. Sasyapti bu aka, keling. Sasyapti. Qo'la bilan sas. Jitil mark. Oltita jitil o'libdi bitta. Yirtib tashlashibdi. Ana ko'jalarni jitil mark. Ana jitil mark-ku. Lava. Sekroq shift bilan yuring. Men eshikni bekitib qo'yay. Hop, siz birinchi. Yura olmayapti. Mana bunday. Sekin yurib oling. Mana bunday qilib bot. Yo'q, yonma, o'lma. O'lmadim. Nima bu? Bu yerda mani odam o'libdi-kan. Jitil mark bitta uni qafasda o'lgan ekan. Voy, sandiqda hech narsa yo'q ekan, mani ochilmaydi ekan. Men ocholmayapman rostdan. Menimcha Nima? Yo'q, baqa kim kelmayapti. Ochingchi buni. yo'q, hech narsa yo'q. Qani boyaka tezda kiramiz. 1, 2, 3. Voy, tushmay. Nimaga tushdingiz? Nima bitta yangi uyingizga xush kelibsiz. Mer? Yo'q. To'xta. Demak, mer qotilmi? Yo'q, qotil bo'lmasa-ki aldayapti u. Voy, bilim betqa. Bitta dinamitlar ham bor ekan. Qayerdadir labushka bo'lishi mumkin. Ezbomang chiqdik, menda bloklar. Aytgancha, men lianalar bekorga turmayapti, bu aka oling. Rostdan ham lianalardan chiqsa bo'ladi. Mir. Shuncha yil unga ishonib biz. Men undan to'xtab. Lianalardan, aytgancha qaychidan olinadi, bo'lmasa bloklardan olamiz. Rostdan bloklar bor-ku. Sindirsa bo'l. Keyin hali 4-chi qismda biz etni portlataveramiz. Bet qo'pol joy ekan. Rostdan ham g'alati joymi? Siz birinchi chiqib oling. Hozir sizga zina quraman mana. Yo'q, menda bor bloklar. Chiqib olavering. Hozir chiqyapman. Chiqdimmi? Chiqdim. Qat'iy bet. Sindiryapman o'z bloklarni. Chiqyapsizmi? Mani xalaq berib bo'ldi. Fus,
shuni. Ketdik battan lava bor ekan, yaxshi tushib ketmadik. Ketdik javon. Voy, Siyapti. chiqing tez chiq. Monetlar bekitib tashlaylik, hamma joy bekitib tashlaylik yo'llar. Keling. Monetni ham Keling, fu, blin. Monetni ham bekitib ketdik, hech kim kirishmasin uchun. Chiqing faqat, chiqing tez. Men bekitdim. Endi keling. Endi monetni ham bekitib qo'y. Mana u bilan g'ishlar bilan qo'yib qo'yingizda bor edi-yu. Ha, bor. Burlar monetga ham bitta qo'yib qo'yaman. Buni yopisham. Xo'p, bo'pti, tursin. Bo'ldi, qo'yib qo'ydim. Hech kim ko'rmasligi uchun obunachilar hozir nima bo'ldi? Etti qonlarni ko'rdim o'lgan odamlarni. Qonlar. Mayli bo'lmasa shu bilan 3-qismni tugataylikmikan? Tugataylik. Hozir mana shu ujusdan qo'rqib ketdim. Keling. Hammaga xayr, sizlar bilan manadan Circfy Pros va Javlon Uzbek Pro. Hozir biz yomon narsa ko'rdik. Keyingi qismda hozir merni o'ldirishga endi merni o'ldirsak biz qotilib qolamiz, shuning uchun hozircha eshitma bo'lmagandek indamay o'tiraveramizda. Agar mer bilib qolsa, biz o'sha yoqqa kirganimizni bizni ham yomon narsa qilishi mumkin. Obunachilar mayli, Javlon Uzbek Pro xayrlashmoq. Obunachilar ani yaxshim bizni mer o'sha joyga nima edi? Hali biz o'sha joyda o'lib bo'lmadi yaxshi. Xullas anu bizga pateshka qilish uchun obuna bo'lib biz uchun bu qo'rqlab turadi. Mana shu narsani xullas sizlar bilan men Javlon Uzbek Pro va Circfy Pros boyaka edi. Xullas hammaga xayr obunachilar, 4-qism kutinglar. Hammaga xayr. Bo'pti.